Hammani uyda topiladigan mahsulotlardan og'zi erib ketadigan pechenye tayyorlaymiz. Buning uchun bizga atigi 2 dona tuxum idishga chaqib olamiz. 2 piyola shakar solib, yaxshilab aralashtirib olamiz. Men har doim shirinliklarga bir chimdim tuz solib olaman. Sizda mikser bo'lsa, bemalol mikserda aralashtirsangiz bo'ladi. 2 piyola o'simlik yog'i solamiz. Sizda qaymoq bo'lsa, yog' miqdorini kamaytirib ozgina qaymoq solsangiz ham juda ham shirin chiqadi. Yaxshilab aralashtiramiz. Unga 2 choy qoshiq razirxetil solib, yumshoq xamir qoramiz. Menda tarozi bo'lmagani uchun unning miqdorini bilmayman. O'zim primerni solib. Shunaqa yumshoq qo'lga yopishadigan xamir bo'ladi. Shunaqa kichkina zuvalachalar olib, shakarga botirib diskga terib olamiz. Osongina bokal bilan shunaqa bezak berib olamiz. 180 gradusda qizib turgan duxovkaga yuboramiz. Bu orada vaqt unumli foydalanib, oshxonadagi barcha dog' bo'lgan sochiqlarni yig'ib, Talla Lux dog'larni bir zumda ketkazadigan achititili bilan qaynoq suvga solib qo'ydim. Siz sochig'ingizni dog'lariga qarab, achititili miqdorini ko'paytirib solaverasiz. Bir pasda reaksiyaga kirishadi. Shu suvingizda yaxshilab ishqalab, oddiy suvda chayib olsangiz bo'ldi. Mana rezultati. Hech qanaqa dog' qolmadi. Endi yangidek qilib ishlataverasiz. Pechenyelarimiz ham pishib chiqdi. Isig'ida shunaqa yumshoq bo'ladi. Listdan sovutib olasiz. Yoqimli ishtaha. Barchaga birdek yoqadi. Retsept yoqqan bo'lsa, obuna bo'ling va tanishlaringizga yuborib qo'ying.